bo'lar. O'lim qanday yomon. Yana bunday gumon ostida begunoh o'lish. Senga o'limning yomon xotima ekanini kim aytdi, jonim qizim? O'lim hayotning tugashi emas, balki ko'chishdir. Bu dunyoni qaqlab sho'rlagan bir dala deb tasavvur qil. Xuddi bizning qora yerimizdek deb o'yla. Nima eksak bitmaydi, ammo shunday bir yerga borasanki, tuproqdan ming bir xil meva, gullar pishqiradi. Aralar, qushlar uchadi. Eng xunuk ovoz bulbulniki o'sin. Daryolar mavjlansin, sharsharalar jo'shib oqsin. Endi sen shunday qahrab sho'rlagan yerdan u jannat bog'iga ko'chgan odamni o'ldi deb ayta olasanmi? O'ldi deb xafa bo'lasanmi? Agarki u jannat bog'iga ko'chganlar bu qahrab sho'rlagan dalada yashayotgan bizlar uchun xafa bo'lmasa, shundayki bu jannat bog'lari ham uning go'zalligining, Allohning jamolining qarshisida qaqrab sho'rlagan bir dala misoli. Endi qolganini tasavvur qilib ko'r. Albatta tasavvuringga sig'dira olsang.